to'g'ri ovqatlanish nima? Mana havo sekin-sekin quruq bo'lib boshlaydi. Buni natijasida o'sha terilar ham quriydi, shilluv pardalar quriydi, biz olayotgan havo ifloslanishi bor uni ustiga. Mana bularning hammasida oldini olish uchun endi ko'proq suyuqliklarni ichib turish kerak. Ya'ni suyuqlik ichish normada bo'lishi kerak. Ya'ni qancha bu? Bu endi odamning organizmining o'ziga bog'liq va shart-sharoitlarga bog'liq. Sovuq havoda odam kam terlaydi. 1,5 litr, 2 litrga yaqin suyuqlik yetadi. To'g'ri ovqatlanish deganda yana nimani tushunamiz? Bunda yog'li ovqatlarni kamroq iste'mol qilish, achchiqlarni va sho'r. Nimaga? Chunki bu kasallikni o'zi shunday qo'zg'atib yuboradi. Ko'plar kasalliklar o'zi xronический-da, bu surunkali kasalliklar. Shunaqa bo'lgandan keyin organizmda u infeksiyalar nima qilyotdi? Uxlab yotadi. Biz achchiqni yeymiz, biz ularni qo'zg'atib yuboramiz keyin. U tezda nima qiladi o'sha odam? Tezda kasallikka duchor bo'lib qoladi keyin. Mana shunaqa umumiy bir tavsiyalar bor.